Ustod ko'pdan ko'p Olmon o'lkasiga xush kelibsiz yana ham. Xush bulduk. Tashakkurlar. Ruxsat bersangiz, agarchi biz sizlarni o'ltirishimiz xudmoniy, yana ham bir qancha savollar deganda biz jurnalistlarni nimasi degan taklifimiz ana shu. Shunday. Ko'p narsalarni bilgilaringiz keladi bizga haqqimizda. Agarchi ko'p nimalar qilganmiz, ashulachilardan shaxsiy hayotidan yo hunariy hayotidan ko'p bilgilari keladi. O'sha uchun so'radigan savollaringiz bo'lsa bemalol biz xizmatdamiz. Bugun mana ajoyib bir tabiat, bir bog'da o'ltiribmiz. Injener Said Nosirxonning bog'larida biz bu yerga Hamburg shahrida. Hamburg emas, endi Kel shahrida, Hamburgga bir soatlik yo'l ekan. Bu bog'ga kelib juda hayratda qoldim. Ajoyib bir ob-havo, ajoyib o'z vatanimizni nimasi o'xshab ketar. Ustod, birinchi bizlarga ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Shu qo'shiqda bir zamzama qilsangiz ko'to, ham bizlar eshitamiz, lazzat yutamiz, ham aziz ko'ruvchilar. Albatta, bu ustodlarning qo'shig'i İlyos Ballayev she'ri bo'lsa kerak. Shuni ko'p vatandoshlar sevdi, yaxshi ko'radilar. Albatta, ota-ona bu hayotda har inson uchun eng önemli, eng kerak zot. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Bul ajab davron qadrin bilmagan nodon ekan. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Bul ajab davron qadrin bilmagan nodon ekan. Kim agar hurmat ko'zi birla alarga boqmasa, ul kishining narxi eski tangadan arzon ekan. Bu ota-onaning qadrini bilish kerak. Tirikligida ota-onaning mehridan tuyish kerak. Har bir vatandoshlarimiz insonlarga orzumiz shuki, ota-onani tirik ekan mehridan tuysinlar, hurmatini qilsinlar. Ko'p yaxshi. Ustod, agar bironta sizga she'r bersa kompoz uchun, bir she'rda necha kunga siz, qancha zamonga siz kompoz tuzata olasiz, kompoz qilasiz? Men shunday vaqtlar bo'lgan, faqat kecha menga she'r bir iltimos qilibdilar, bir shunday bir ohang yaratish kerak. Kecha men she'r ham tayyor emas, muzik ham tayyor emas, ertalab turib ham she'rini o'zim tuzatibman, ham muzikni tuzatibman, sabt qilib nima qilib yuborgan kunlarim ham bo'lgan. Shu darajaga men ko'proq hammosiy va o'sha qo'shiqlar, she'rlar o'sha vaqt va zamoniga o'sha borib yetib borish kerak. Mana shu darajaga ham bo'lgan. Hatto bir kunda men 2 marta ham tamrin qilmasdan, praktik qilmasdan ohangni shunda tuzatibman, muzikani yaratibman, sabt qilinman, yuboribman. Shunda kunlar ham bo'lgan. Xo'p, bu mana ayrim qo'shiqlarni sonra nima qilasiz? Yaxshi esimizda olib yurib, yaxshi tamrin qilib, pishirib nima qilamiz? Ammo sonra bir hafta, 10 kun, ayrim qo'shiqlar 1 oy, 2 oydan oladi. Yani oson emas. Sistem kompozitorlik yo ohangsozlik o'zi bir ilm bu. Alohida o'rganiladi institutlarda. Faqat bir masalan fikr qilingki, bir me'mor masalan bir uyni tuzataman desa, xishlarni masalan qanday terishi kerak, qanday dizayn qilish kerak, qanday o'sha naqshasi bo'ladi. O'shandoq ohangsozlik ham shundoq, o'sha notalarni faqat shu qanday har qaysini o'zini shundoq professional o'sha ilmiy nimasi bor. O'shanda teraman. Ammo Afg'onistonimizda eskidan ham bunday bir kompozitor bo'lmagan va hali ham yo'q desak ham bo'ladi. Endi Afg'oniston ko'p orqada qolgan mamlakat. Bunday bu o'zi bir ilm. Shuni aytmoqchiman, kompozitorlik. Qovni sabti, so'ra nimasi hammasi bu bog'da, lekin xo'rozlarimiz ham yaxshi qish qilib o'tibdi.
lekin ko'p xushim keldi. Men o'sha uchun keldim. Men sizdan iltimos qildimki, shu Bale. xo'rozlarni oldida Mashallah o'tiraylik. bu bog'ga ham xo'roz va Xo'rozlarni tovuq ko'p. qichqirishini bizlar ko'p sog'inib ketganmiz. Shu burga kelamiz, faqat vatan esi bizga keladi. Ko'p ajoyib ekan aka. Men Bale. ko'p xushim To'g'ridan. ketdi. Ustod, siz aziz ko'ruvchilarga aytib bering, siz qaysi o'lkaga yashaysiz? Qancha vaqt bo'ladi Afg'onistondan, vatandan uzoqsiz? Oyo shu zamoniki siz vatandan uzoq bo'lib ketgansiz? Biron vaqt Afg'onistonga borgansiz, safar qilib ketib pastga chiqqansizmi? Ha, men o'sha 97-yillar o'sha vatanimizda vaziyat buzildi. Undan keyin biz ham chiqdik, muhojir bo'ldik. Qancha daf'a Pokistonda yashadim. Xo'sh. Eronga qochoq bordik. Bir kichik bolaginam bor edi, qizcham toza tug'ilgan edi Pokistonda. 1 oylik, 2 oylik edi, shu bola bilan qochoq ketdik Eron, Teheron, pasina Erondan Pokiston keldik, yana Eronga bordik. Ko'p qiyinchiliklarni ko'rganmiz. Undan keyin sonra Erondan viza olib Turkiyaga bordik. U Turkiyada 3-4 yil yashadim. Shundanlik esa men nimadaman, Amerikadaman. Amerikada yashab turaman. Shukur bolalarim endi katta bo'lgan, bizlar ham birozgina nima bo'ldik. Ko'p qiyinchiliklarni hatto ko'rdik. Taban vatandan uzoq ayrilib, shu narsalarni ko'p ko'rdik, qiynalish. Hop, yana Afg'oniston ham bormadi shu muddatga? Bordim, men 2008-yilda Afg'onistonga bordim. Bu yerda Oyna TV bilan bir hamkorlik qildim. Shibirg'on, Saripul, Andxuy, Maymana she'rlarga men konsertlar ijro qilib qaytdim. Xo'p, ya'ni safar hunariy edi degan. Hunariy emas edi, oilani ko'rgani bordik. Xo'p. Sonra iltimos qildilar. Ki shu bir vatandoshlar ko'p nima bir konsert tuzataylik deb. Shu Oyna TV butun nimasi bilan bizlar bilan qo'shilib bordilar. Anquyda ajoyib konsert ijro qildik. Bir lisaga bordik, esimda bu hali ham ko'p ajoyib bizlar yaxshi kutib oldilar. Shu qizlarni, shu nimalar, bolalar, studentlarni hammasini yig'ibdi. Har qaysi shunday gullar sochib, ko'p qiziqish bo'ldi. Ayni shu shaklda edi. Saripulga bordik shu shaklda. Anxuyga bordik shunda qiziqib. Yaxshi bir nima ham kelib xalqimizni bir yoqdan nima qilib keldik. Ko'p yaxshi. Ko'rib bu tanishib. Ustod, oyo chun o'ziz bir san'atkorsiz, musiqa ustodisiz. Ba'zan unday bir zamon bo'lganki, siz boshqa bir san'atkor, boshqa bir qo'shiqchini qo'shiqlarini eshitsangiz, o'z oldingizga o'ltirsangiz, zamzama qilsangiz va agar eshitgan bo'lsangiz o'shani qo'shiqini kimni qo'shiqi ekan, qaysi san'atkorning qo'shiqi ekan? Men birinchi marta Afg'onistonda Qaysorda edim. 1 yil Qaysorda yashadim. Katta akam orada ustod edilar. Biz ham kichik bola edik, qo'shilib borgan edim. O'sha yashaganimda birinchi marta bir kishini uyiga mehmon bo'ldik-ku. Akamiz men kichik bola edim. O'shada shu Bobomurod Hamdamovning birinchi shu gramofon qo'shiqlarini o'sha eshitdim. Shunchalik menga ta'sir qildi, tuyg'ulantirdi. Juda qiziqib qoldim. Men aytdim, bu ajoyib. Undan oldin men tabii kichik bola konsertlarga aytib yurardim. Tojikcha, forscha qo'shiqlar aytib yurardim. Ammo birinchi marta men o'shada Bobomurodning qo'shiqlarini eshitib ko'p qiziqqan edim. Va hozirchi? Va hozir ham O'zbekiston Sherali Jo'rayev, Bobomurod Hamdamov yo masalan Ortiq Otajonov ularning qo'shiqlarini eshitib turaman. Endi yoshlardagi bizlarga unchalik nima emas, o'sha eski ustozlarning qo'shiqlarini eshitib to'xtayman. Tabiiyki, o'shalardan ilhom olaman va o'z yo'limni topganman. Ko'p yaxshi. Ko'p yaxshi ustod, aziz ko'ruvchilarga aytib bersangiz, yana hanuzgacha necha parcha qo'shiqingiz bor, qancha ijro qilgansiz va oyo soni esingizga bormi? Soni esimda yo'q. 100dan 100lab ohangga tuzatganman, o'zimda ohanglarim. Eng mashhuri men shu musofir bo'lgandan keyin bir musofirnoma shaklida, masalan 35 kunlik davronimda shuni ham she'ri o'zimdan, ohangi ham o'zimdan, o'zim yaratdim, o'zim chaldim, o'zim CD tuzatdim, vatandoshlarga tarqatganman. Juda ko'p qiziqish bilan. Shunga o'xshash boshqa ko'p ohanglar men yaratdim.
nima desam, hammosiy ohanglar ko'p yaratganman, hammasi o'zimdan. Endi aytdimki 100 ga yaqin bo'ladi, 100 dan ham balkim ortsa. Shuncha qo'shiqlar o'zim yaratganman. Ko'p qo'shiqlarimni tasnifi yo she'rini o'zim tuzatganman va boshqa shoirlarning she'rlaridan istifoda qilganman. Birinchi qo'shig'im masalan radio televizionda men 79-80-yillarda radio televizionda birinchi qo'shig'imni ijro etganman. Bale. Oshiqi sho'rida durman, Bale. ostoningga vatan. Shu bilan shoir esimdan chiqdi. Birinchi qo'shig'im shu edi. Undan oldin ham yo'rsa boshqa bir qo'shig'im bor edi. Oshiqlara bir nazar qil mastona yor mastona. Ag'yorlardan sen hazar qil. Jonona yor jonona. O'shani bir zamzama qiling hay. Kompoz nimasiga. Oshiqlara bir nazar qil mastona yor mastona. Ag'yorlardan sen hazar qil jonona yor jonona. Bu qo'shiqda bilasizmi, qarib 35 yil, 40 yil oldin aytganman. 40 yil oldin aytganman. Va radio Afg'onistonda o'sha yozganman shu Zafar guruhi bilan. Yozganman. Xo'p, bu raqam men ko'plab qo'shiq qildim. Masalan, bahor vasfida, masalan, Ashraf Azimiy she'rlaridan men istifoda qilganman. Qori Mamad Azimiy so'yibdi qo'shiqlaridan, masalan, she'rlaridan yor kelar liqir liqir noz ila jilvalar qilib yor kelar liqir liqir. Bu ohanglarni O'zbekistonda ham eshitib ko'p qiziqar ekan. Men shunda Toshkentga bordim. Ko'pi shunda mağazalarda shaharda yurayman, menga bir raqam qaraydilar. So'ra men bironta so'raydi, o'z ishlari aytadi, shu Afg'onistonlik o'zbek ashulachi emasmi deb so'ra nima qiladi, taniyotganlar. Ular ko'p eshitar ekanlar shu qo'shiqlarni. Chunki ko'p o'zbekistonliklar ham men Sherali Jo'rayevni masalan o'zbegim ashulasini aytganman. Bir konsertlarda aytganman. Shu kabi bir ko'p ohanglar tuzatganman. Xulosa agar nima bo'lsa men shu hammasini bir listini chiqarishim kerak, listini aytishim kerak. Bale. Ko'p qo'shiqlaringizni ham men shohidman. Milliy televizionga bo'lgan paytimga barnomalarga istifoda qildim. Arxivdan olib qo'shiqlaringizni hammasini o'zimda oldimga o'sha yerga digital kasetlar bor edi. O'shanga arxiv qilib va har kun barnomalarga nima qildim, nashr qildim va juda ham sevdim qo'shiqlaringizni. O'sha sahna televizioni milliyga siz o'qigan edingiz bir necha boshqa qo'shiqlaringizni. Nechta vaqt sonra Mulla Tojmamat bilan rahmatli Mulla Tojmamat bilan radio televizion doktorlar shu vaqtlar edi. Fikr qilaman, u yerga borib o'sha yerga sabt qildik, qarib bir 5-10 ta qo'shiqni sabt qildik, televizionga yozib oldilar. Undan sonra o'zim o'z guruh nimada Shibrqonda 1 yilcha yashadim. Shu 1 yil ichida o'sha televizion, radio, o'sha narsalar Shibrqonda nimalar bilan hamkorligimiz bor edi. Hammasi ko'p qo'shiqlar ko'proq xalqimizning dardini, ranjini men ko'proq chiqarishga urindim, she'rlar, nimalar bilan, qo'shiq bilan bir o'z burchimda ado qildim desam bo'ladi. Mayhan vatanning, vatanimiz, ona yurtimiz borasida, tilimiz borasida, xo'p, folklorlarimizdan ish oldim. Shu nimalarni ijro qilib kelaman, xalqqa ko'p qiziqarli va ko'p yaxshi qarshi olyaptilar va hali ham mana yigitlarni ko'rib turibsiz, konsertlarda juda olqishlar bilan nima bo'lamiz, qarshi olinamiz. Bu bizga bir baxt deb bilaman. Yashasin xalqimiz, yashasin yigitlarimiz. Shular bor ekan bizlar shular uchun nima deydi? Bale. O'z ijodimiz bilan shular xizmatdamiz albatta. Tabiiy. O'zbek yosh san'atchilarimizdan qaysini ko'proq taniysiz? Albatta tozakor qo'shiqchilarimizdan va undan tashqari So'rob Elyor va Avrangzeb O'chqun bular qo'shiq o'qiydilar. Siznicha ular qandaydi? Qo'shiq o'qimoqqa. Bizlar uchun bir tomoshabin, biz bir aloqamand, bizlarga hammasi yoqadi. Hammalaringiz qo'shiqlaringiz voqean juda ham ko'p yoqadi. Siz o'z nazaringizda shu o'zbek yosh san'atchilar haqida aytib bering va bu ikkala yosh san'atkorlarimiz haqida. Ular ikkovi ham meni nima deydi?
jiyanlarim bo'ladilar. So'robjon Elyor va Bale. Avrangzebjon Uchqun. Bular kichiklikdan ko'p shu qayeraki biz o'ltirsak, ashula qilsak shu qunt bilan eshitib o'ltiradilar. O'shandan o'g'irlab olgan ekansiz-ku o'sha vaqtda. Yaxshi so'ra ko'rdim, bularda yaxshigina seslari bor ekan. Bale. So'ra bularni nima qildik, tashviq qildik. Agar istasanglar, agarchi men hamisha yoshlarga aytaman, shu muzikani ko'proq qo'shiq qilinglar, professional o'rganishga harakat qilinglar. Bundan baqa endi bu xudrolarni nimasi emas, bozori bo'lmaydi, professional bo'lish kerak, musiqani o'sha ilmiy shaklda o'rganish kerak. Ayni to'g'ri qo'shiq aytish bilan nima bilan odam nima deb bo'lmaydi. Yana harakat qilyaptilar o'rganishga va ohanglar har vaqt istasalar men ohang beryapman, bularga emas, ko'pchiliklarga berganman ohanglar. Mana nima kimdir o'sha bir ayollardan bitta qo'shiqlarimda aytgan, boshqalar mendan ohanglar so'raganlar. Shu hamkorlikda hamisha har qaysi bilan qilib turibmiz. Xayr ko'ring. Va bu jiyanlarimiz ham sog' bo'lsin va yana mana Kabir Kamol bor, yo masalan Abdumannon bor, yo masalan Anxuydan bor, Saripuldan yana otlari esimdan chiqdi. Saripuldan Yunus Said bor. Yunus Said bor. Yosh qo'shiqchilarimizdan yana Faryobdan, Maymanadan Javod Mahbubiy bor. Shu borasida Javod sizdan so'ramoqchi edim. meni Bular qanday, qaysi? Siz ko'rasiz, men tabiiy bir hunarmand, bir ustod sifatida sizning nazaringiz shu borasiga nimada? Ya'ni nima fikr qilasiz? Iste'dodlari qandaydi? Ular ko'p yaxshi iste'dodga ega shu bolalar. Yaxshi seslari bor, hammasini men eshitib turaman. Hali ko'p kechirasizlar, ko'psini ismi shu vaqt esimga nima bo'lmabdi, ammo bizda o'sha guruhlarda bor biz. Eshitib turaman bularning faoliyatlari, ularning qiziqishlari juda yaxshi. Yaxshi ketyaptilar. O'zlarini mana shu zamonaviy nimaga barobar qilib kelyapti. Va uni meni o'rtog'im oshnam bor, Saidayatulloh Kamol deydi, o'sha vaqt Shibrxonda turadi. U kishi yaxshi tor chaladi, yaxshi ashula aytadi. Shunga o'xshagan Anxuydan, Badaxshondan va turkmen qavmlarimizdan yaxshi iste'dodlar chiqqan. Yashasinlar, bor bo'lsinlar, rivojlansinlar. Biz hamisha olqishimiz, tashviqimiz bularga bor. Xayr ko'ring, salomat bo'ling. Ustod, endi shu eng yaxshi ko'rgan qo'shiqingiz, ki o'zingiz tuzatgansiz va ko'p ham yaxshi ko'rasiz bu qo'shiqingizni, bizlarga va aziz ko'ruvchilarga zamzama qilib bering. Endi qo'shiqlarni biz hammasini biz yaxshi ko'ramiz. O'sha eng yaxshi ko'rganingiz, eng ko'p yaxshisi yo'q, birinchi, ikkinchisi sizga ko'p yoqadi. Nima aytsam, ona qaysini nima qilsam? Mana injener Saidda farmaydilar. Xo'p, qo'shiqga butun millat ham sevdi, o'zim ham ko'p zahmatini chekkanman. Shu qo'shiqni she'rini ham yozishga, nimasiga ancha qiynaldim ham, o'ziga biroz nima bo'ldi, ammo ko'p xalq yaxshi qarshilab oldi. Ko'p qoldi dilda armonim, dardim ko'p, yo'qdir darmonim. Ta'rif aylayin dostonim, qurigan bog'i bo'stonim. Yetib keldi zimistonim, xazon bo'lgan bahoranim. Yiqildi taxti somonim, o'tdi 5 kunlik davronim. Endi men bu shaxsiy o'zimda hayotimni nima qilganman, hech qaysi bir nimani boshqani nima qilganim yo'q. Mutlaqo yoshlarni yuragidan, bir o'zimni emas, butun yoshlar vatandan muhojir bo'ldik. O'shanda hamma shu yoshlarning yuragidan shuni yurak dardlarini nima qildim, men iklos berdim. Bu ohangda hatto ko'p kechirasiz. Bu ohangda hatto ko'p kishilar Afg'onistonda aytiladi, hozir ham mana ko'p lavozimdalar chaladi. Hatto O'zbekistonda ko'p kishi ashulachilar buni kopi qilib o'qidilar, konsertlarda, to'ylarda aytib yuribdilar deb eshitdim. Va hattoki Turkiyani bir Ozari tibisiga borgan edik. Ozari xonim degan bir kishini barnomasi bor edi, o'shanga da'vat bo'ldim.
o'shada shu qo'shiqni jonli ijro etdim. Sonra undan keyin Ozarbayjonda nechta ashulachilarni ko'rdim. Bir qismatini kopi qilib olib aytgan ekanlar shundan nari. Ya'ni ko'p joylarga yaxshi butun dunyoga tarqaldi desak ham, endi xo'p o'sha qo'shni mamlakatlarimizga, tildoshlarimizga nima qildilar. Zamzama qilmadingiz, hay. Shuni she'rini o'qidingiz. Endi ko'p buni eshitgan odamlar ko'p mahfillarga iltimos qiladi. Unda mahfil yo'qki, shuni bir daf'a aytmasak. Bale. Hatto shu bilan Amerikada ham bir o'zbek emas, boshqa qavmlarimiz ham, tojiklar ham, hatto pashtunlar ham ko'p sevadi. Hamisha menga aytadi, shu qo'shiqni ayting, shu qo'shiqni ayting. Endi o'sha uchun ko'p tanilgan, ko'p aytilgan. Bu qo'shiqni men hatto bilasizmi, 15 yildan ko'p bo'ldi buni tuzatganman. 15 yildan emas, 16-17 yil bo'ldi. Ammo haligacha hech eskimaydi. Chunki bir hayotiy masalalar, hayotiy problemlar inqiroz topdi. O'sha uchun xalqimiz bor bo'lsin, sizlar ham bor bo'linglar. Salomat bo'ling ustod. Musiqiy haqida bir gap ayting, go'zal gap ayting. Go'zal so'z. Zamonimiz shunday bir zamon bo'lgan, chunki musiqa o'zi aslan tabiatdan kelgan. Bale. Biz ham tabiatning bir juz'imiz. Inson ham tabiatning bir juz'i. Va musiqa ham hamma narsa mana shu koinotda, mana shu qarangki, mana shu daraxtlarda sesi, yo masalan to'fonlar, shamollarning sesi, sharsharalar sesi, masalan qarang, xo'rozlar qichqirishi, masalan bo'danalar sayrashi, bulbullar sayrashi, shular hammasi musiqa deyiladi. Ya'ni hayotimiz musiqasiz hech imkoni yo'q. O'sha uchun muzik har inson uchun fikru, o'sha bir dam olishi uchun, o'sha bir rohat olishi uchun musiqa hayotda ko'p kerakli bir narsa. Ya'ni musiqasiz yashab bo'lmaydi. To'g'ridan. Musiqa insonga kuch beradi, enerji beradi, bir ruhiy g'izomiz bo'ladi. O'sha uchun musiqa ko'p kerakli. Ko'pdan ko'p tashakkur ustod. Bor bo'ling. Salomat bo'ling. Siz ham bor bo'ling. Mana bugun bu yerdan mehmon ekanmiz. Mana ovqatlar ham pishyapti. Injener sohibga mehmonmiz. Mana Maxtum sohibi Isobek va Shafijon Azimiy. Bale. Bu kecha ajoyib bir o'ltirish ham qilamiz. Mana shu fursatdan yaxshi bo'ldi. Sizga ham rahmat. Yana bir ikki og'iz Sog' bo'ling siz ham. Xursand bo'ldik. ko'ngil so'zlarini baham ko'rdik. Salomat bo'ling, sog' bo'ling ustod. Salomat.